Zerikishga o'rin qoldimi bugun? Yo'q, bugun zerikishga vaqtingiz yo'q. Zerikishga vaqti yo'q inson. Ijod qila oladimi? Tana uchun eng oliy darajadagi hordiq uyqu bo'lsa deydi. Ong uchun eng oliy hordiq zerikishdir deydi. Ong uchun eng oliy hordiq zerikib ketish deydi. Buni aslida hayotingizga qarasangiz har kun qilasiz. Har bir qo'lga kitob olgan odam juda zerikkan odam aslida. Bugun qo'liga kitobni olib, u yerdan nima qilib, ongi zerikib ketganda boyagi, yugur chopa-chop depressiyaga tushib qolgan. Go'yo o'ylaydi, bu kitob meni qutqaradi deydi. Rostdan qutqaradi. Tinimsiz shoshilish, to'xtovsiz shoshib yurgan odam yangi narsa yarata olmaydi va balki buni o'rniga faqat bor bo'lgan narsalarni takrorlaydi. Hech qanaqa ijodkor bo'la olmaydi u. Na biznesda, na hayotda, na boshqada, na munosabatlarda eski narsani takrorlaydi. Nega? Yangicharoq munosabat qilishga vaqti yo'q. Nega vaqti yo'q? Chunki u zerikmayapti.